Assalomu alaykum azizlar. Mana sizlar bilan yana diydor qilishib turibmiz. Allohga shukr. Shukrlarga yetkazganiga shukr. Bugun anchadan beri yana bir ayol juda ko'p marta qaytardi mana shu tuzli bog'lam haqida. Tuz bilan umuman davolash haqida bir ma'lumotlar bering. Buni eshitgan biza bu haqida. Shuning uchun shu ma'lumot bering. Qaysi kasallarni tuz bilan davolasa bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bering. Bundan tashqari tuzli bog'lam bilan davolanganlarni nima deydi, o'tsiflarni, ya'ni fikrlarni ham bizga kim qaysi kasallikni tuzalganini bizga aytib bersangiz deb iltimos qilishdi. Iltimosga muvofiq men shunga javob beraman. O'rtoqlar, tuzli bog'lam gipertoniskiy повязка deyiladi-yu, bu fizrastvor emas. Fizrastvor bu masalan meditsinada ishlatiladigan fizrastvor bu 0.9% rastvor suyuqlik. Bizani bu tuzli bog'lami 0.9 emas 9% rastvor bilan demak tuzli bog'lam qilinadi. Xo'sh, mana shu tuzli bog'lamni bir marta aytdim sizlarga. Urush paytida Shegilov degan doktor, vrach, xirurg barcha urushdan nima deydi, shikastlanib kelayotgan, yirtilgan, yorilgan tanalarni hammasiga mana shu tuzli bog'lam qo'yib davolagan. U nima qilgan? Tog'alarga tuzli mana shunaqa 9% rastvor qilib, qo'liga duch kelgan o'sha prostinami, chochuvlarmi, nima qo'liga duch kelsa, haligilarni demak chochuv bo'ladigan bo'lsa 4 qavat, marlidan qilinadigan bo'lsa 8 qavat qilib hamma barcha ranilarni ustiga yopgan va 2 soatda natijaga erishgan ekan. Shundan keyin mana shu tuzli bog'lamni bizda ham juda ko'p qo'llanadi, lekin oxirgi paytda bu to'g'risida ko'proq unutilyapti. Mana nimalarga qodirligini tuzli bog'lamni sizlarga bugungi videoda tushuntirmoqchiman. Yaxshilab quloq solinglar. Kerak bo'lsa ayrimlar yozib olamiz, ruchka bilan o'tiribmiz dedilar. Marhamat yozib olinglar. Mana buni uzoq muddatdan beri yig'ib, lekin bu yiqqanlarim hammasi bugungi nimaga sig'maydi. Yana keyinchalik bittaman davom ettiraman. Xo'sh, tuzli bog'lam gipertoniskiy rastvor 9% tuzli suyuqlik nimani davolaydi? Uni birinchidan qo'yishni o'rganib olamiz, tayyorlashni o'rganib olamiz. Tayyorlash qanaqa bo'ladi? 9% rastvor tayyorlash uchun 1 litr suvga 90 gram tuz solinadi, o'lchab. Yana boshqa yo'llari ham bor, ularni ham oson yo'llarini o'rgatib ketaman. 1 litr suvga 90 gram degani, demak 9% tuzli suv paydo bo'ladi, tuzli suv. Ana shuni demak qo'yiladi. Qo'yganda любой ranaga, og'riyotgan joyga, oyoq qo'l qayeringiz olsa shu yerga qo'ysangiz, albatta uni dokadan qo'ymoqchi bo'lsangiz, doka o'zimiz marli 8 qavat qilib qo'yasiz. O'sha sohani, og'riyotgan sohadan sal kattaroq qilib, faqat shu joyga 8 qavat bo'lsin. Chochuvdan ham qo'yish mumkin deyilyapti. Hattoki bugun men qidirib topdim, futbolka nima qo'lingga tushsa deyapti. Endi albatta hammasi toza bo'lishi kerak emas. HB, ya'ni paxtali matolardan qo'yish kerak ekan. Demak, dokada 8 qavat, agar oddiy chochuvda qo'yiladigan bo'lsa, 4 qavat qilib qo'yiladi. Ana endi qaysi kasallikda qo'yilishini aytib ketaman. Endi mayli, bunga onkologlar qanaqa qaraydi? Ko'krak rakini 12 kunda tuzalganini yozibdi bir odam. Ko'krak rakiga 12 kun qo'ydim. Albatta bir kunda 2-3 marta qo'ydim va tuzaldim. Oq qon kasalligiga 2 hafta tuzli trusi kiydim, kiyib tuzaldim deyapti. Xolesistitda 10 qovurg'a tagiga 5-6 kun qo'ydim. Qarang, xolesistit o'spa yallig'lanishida ham 5-6 kun mana shu o't jigar sohasiga 10 qovurg'a tagiga 5-6 kun qo'ydi. Bir marta, 2 martadan qo'ygan. Albatta, shunda to'liq tuzalgan. Bosh og'riqda, grippda peshonaga, ensaga aylanma qilib qo'ydim. Yuzdagi xol, rodinka qizarsa, masalan ba'zilarning yuzida xol bor, o'sha qizarsa, biror shikastlanib turib, shikasta bo'lib, o'sha yerda qizarib ketsa-chi, shishib ketsa, ana shunga qadar tezlikda tuzli bog'lab qo'ysa, o'sha yerda mo'ljallab turburchak qilib 8 qavat qilib dokani kichkina turburchak holatda qo'ysa va uni har 2 soat almashtirib tursa, bir kunda 2-3 marta almashtirib, shuni 5-6 kun qo'ysa, 100% tuzalar ekan. Kariyesda jag' sohasiga qo'yilar ekan.
nefrit, xronический perinefritda bel sohasiga qo'yilar ekan. Prostatit, sistitda qovuq sohasiga qo'yiladi. Xronический apenditsda biqin sohasiga qo'yiladi. Revmatizm, bursit, boylamlar cho'zilishi, rastejeniya svязка deyiladi. Artroz, artritda mana shunda ham o'sha tuzli rastvorga may etganday qilib dokada va paxtali matoda qo'yiladi. Buni yana boshqa yo'li bor. Mana bugun juda ham ko'p joyda mana shu haqida o'rgandim. Bir stakan qaynoq suvga bir osh qoshiqni bezgorba deydi. Ustini bunday silab tashlab qo'ysangiz, mana shu 9% rasvor bo'lar ekan. Qarang, ko'p katta sohaga 1 litrga tayyorlaydi. Kichkinaroq sohaga qarang, bir stakan qaynoq suvga bir osh qoshiq solib tayyorlash mumkin ekan. Ana shuni qaynoq qilib qo'yasiz shu joyga, keyin 2 soatda o'zi shu joyda quriydi. O'zi quriydi. Ustiga salafan mumkin emas. Xohlasangiz o'sha joyning ustini bint bilan o'rab qo'ying. Bo'lib qo'ying. Ana shunda 2 soat o'rab ustidan tashlang, bu narsa suv narsa 2 soatda quriydi, yana 2 soat almashtiring. Uni uzoq saqlab bo'lmaydi dedi. Chunki tuz o'sha yerga zahar zoqini sug'urib olsa, 2 soatdan keyin qaytarishi mumkin degan gaplarni men eshitdim. Ko'kli ustigan kasallik eshitgansizlar, ko'k yo'tal, abses, pnevmoniyalarda, o'pka yog'lanishda va qayiring og'risa mana shu bog'lamni qo'ying dedi. Faqat qo'yishda ehtiyot bo'lish kerak. Suvni mana shu rasvor protsentiga ahamiyat berish kerak, matoga ahamiyat berish kerak. Rak sheyki matkida 15 kunda tuzaldi deyapti. Endi bularni albatta onkologlar bilan gaplashgan ma'qul. Bir vrach aytibdi-ki, meni jiyanimni borsam yo'talyapti, orqasini o'girib, orqasiga shunday qilib 8 qavat qilib tuzli bog'lam qo'ydim, 2 soatda yo'talib qoldi deydi. Va uni tayyorladim qarindoshimga. 3-4 kun meni qaytarib turdi, sira to'xtatmagan. Mastopatiya juda ko'p ayollarda bo'ladi, bilasizlar. Ko'krakni shamollashi, ko'krakni shamollatib qo'yadi. Ko'krakka bez keladi. Ana shunaqa holatda 250 gram suvga 2 ta choy qoshiq, ya'ni bitta katta staganga 2 choy qoshiq solasizda. Shunga xohlasangiz, mana shuni yoki bo'lmasa 200 gram suvga 2 choy qoshiq. Mana shuni qo'shib, o'sha yerga o'sha aytganimdek bog'lab qo'yasiz. Endi shamollaganda tuzli naski kiygin deyapti. Ya'ni shamollagan odam naskini ichiga tuz sepib turib, naskini kechasiga kiyyorsa, shamollashi tez o'tadi. Yana tuzli ko'ylagan bo'lar ekan. Mana 5 qoshiq tuz 1 litr suvga erkaklar ko'ylagini shimdirib kiyib, o'zi qurish kerak ekan. Buni issiq paytda qilish kerak. Birorta joyda og'rig'i bo'lsa yoki tanada og'riq bo'lsa, mana shunaqa qilsa, u ham tez o'tib ketar ekan. Yana tuzli ko'ylak, tuzli bog'lamlar immunitetni ham ko'tarar ekan. Gaymaritni tuzli chesnok bilan skоворodkada qizdirib, mato bilan gaymor sohasiga qo'yish mumkin ekan. Lekin albatta bunda yiring bo'lmasligi gaymor bo'lmas. Gaymaritda mana tuzli bog'lamni mana shu burun ustiga, burun o'rtasiga va peshona sohalariga ham qo'yish mumkin, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Uni shunday siqish kerakki, oqmasligi kerak. Bo'lmasa ko'zga tomib ketishi mumkin. Plus parentifida, laringit, traxeid, adenoma brudной железы, prostatitda, keyin nima deydi, zobda, щитовидная железа, zob щитовидной железы deyapti. Ya'ni nima deydi, buni o'zbekchasiga bilani? Gastrit, gepatitda hatto qovurg'a ostiga qo'yish mumkin. Sirrozda ham qovurg'a sohasiga qo'yish mumkin. Pleurit, pnevmoniyada-ku orqa sohasiga qo'shilsa ham foydali. Sirazi zahrini sug'urib oladi. Buni ishlatiladigan sohalari juda ham ko'p. Endi men sizlarga mana shundan kimlar qanaqa tuzalganligi haqida nimani beraman, o'tsiklarni o'qib beraman. Inshaalloh tuzalganlar haqida. Bana yozibdi bittasi. Menda yoshligimda temiretga menda yoshligimda odam temperaturasi ko'tariladi-yu, bolalarning ayniqsa temperaturasi ko'tarilganda, menda yoshligimda onam tuzlangan bodringni yedirardi. Tuzalib, qarang. Bu yerda ham tuzli xususiyati haqida boryapti-da. Kimgadir nimadir yoqqan. Bola shamollaganda temperaturasi chiqib ketganda deyapti. Endi bu unga xos odatdir. Balkim bu boshqalarga to'g'ri emas. Men har doim tuzlangan bodring yeyman, isig'im tushadi.
Agar esingizda bo'lsa, albatta qishloqlarda avval har bitta xonadonda qopda katta tuz bo'lardi. Hayvonlarga berilardi. Endi hozir hayvonlarga ham berilmasa kerak. Shuning uchun ham bijitilgan karam suv ham juda foydaliligi shundan bo'lsa kerak. Tuzlangan, bijitilgan karam suv desa foydali. Yana ruslarning bitta gapi borki, organizm знает, чего ему не хватает, а требует. Если организм чего-то требует, дай ему. Он лишнего не возьмет. Demak, organizm nimani talab qilsa shuni bergin deyapti. U organizm keragini oladi, ortiqchasini olmaydi deyapti. Men kuniga 2 mahal 0.5 choy qoshiqdan tuzni qaynoq suvga solib ichaman. Endi bu o'zidan kelib chiqib ketyapti. Yana biri. Tuzli vanna dadamni diabetdan tovon yarasini tuzatdi. Diabet tovonni yaralar bo'ladi, ana shundan tuzatibdi. Bir kunda faqat 2-3 marta qo'ydik. Hozir yurib ketdi, ishga tushib ketdi, yara bitdi va shuni qilishni davom ettiryapti. Men quruq tuzni skоворodkaga sepib, isitib, bel og'rida qo'yaman. Mana kimgadir qanaqadir metoda yoqyapti. Men buyrak pristup bilan kasalxonaga tushdim. Vrachlar tuz yema deyishdi, qarang. Bir bola yozyapti. Men buyrak pristupi bilan kasalxonaga tushdim. Vrachlar tuz yema dedi. Yo, men shu paytda yog'li selyotka yegim kelib qoldi deb. Bo'lgan voqea. Olib kelishdi, yedim. Va og'riq qoldi. Vrachlar ko'zi chiqib ketdi. Nega buni yeding deb. Maza qildim. Og'riq to'xtadi. Ko'ryapsizmi? Demak, qaysi bir paytda bu kimgadir foyda bergan. Men yaraga kesilgan joylarga tuz sepaman. Albatta kesilgan joyga tuz sepsa achisa kerak, qiyin bo'lsa kerak, lekin chidash kerak ekan. Zato yara tez bitar ekan. Men koksartrozda 2 hafta non yemadim. Uglevodli narsa yemadim va koksartroz ketdi. Alhamdulillah. Demak, kimdir shuni quvvati. Tuz kamaysa tomirlar torayadi. Organizmni zakistat qilish kerak deyapti. Buni o'zingiz tushunasiz. Yozyapti. Tuzli mani oyoqlarim tizzam shishib ketdi. Og'rig'i kuchli bo'ldi. Tuzli bog'lamni 7 kun qo'ydim, tuzaldim. Yana bu yozyapti. Panjamda kichik shilinish bo'ldi. Sarapina deyapti. Bora u kattalashib ketdi-da, yiringladi. Doktorlar menga furatsilin bilan qilaverdi, furatsilin bilan, lekin tuzalmay u yana ham chuqurlashib ketdi. Shunda menga bir ayolning gapi bo'yicha mana shu tuzli bog'lamni qo'ydim, bir haftada tuzaldim. Vrachlar hayron qoldi. Yana bir ayol yozyaptiki, kesir bilan tuqqan ayol, qorni kesilib tuqqan ayol hech qanaqasiga yarasi bitmabdi. Tuzli baveskani bor yo'g'i 2 marta qo'ydim va bitib ketdi. Demak, u nima qildi? U har kim o'zini qo'yganini yozyapti. U qilgan bir stoloviyni ложка, bir osh qoshiqdagi tuzni yarim litr issiq suvga qilgan. Ana uni meta. U o'zi shunday qilib tuzalgan. Demak, har kim o'zicha tayyorlayapti, lekin aslida 9 fazli rastvor kuchliroq hisoblanadi. Burun ustida dog' bo'ldi. Rakka mashina rak deb o'ylashdi. Lekin men mana shuni ham har 3 soatda tuzli bog'lam almashtirib, shuni ham tuzatib bordim. Tizzam og'rida kechasiga qildim, ertalab zo'r bo'ldi. Ko'kragimda bezni 1 oyda tuzatdim. Menga shamollaganda tuzli vanna yordam beradi. Ya'ni vannaga tuz solib o'shanda yotaman, bir pasda shamollashim o'tib ketadi. Demak, yana bir ayol yozyaptiki, meni belimda grijam bor edi, umurtqa pog'onasida bir joyda. Ana shunga tuzli bog'lamni uzoq qo'ydim va bir kunda 2-3 marta almashtirib qo'ydim. Kasaldan forig' bo'ldim. Yana bir ayol yozyaptiki, yuz nervim shamolladi. U mana shu dayrasol, tuzli rasvor tayyorlab yuziga qo'yib, tez almashtirib, issiq almashtirganda mana shu litseviy nervni shamollashdan forig' bo'ldi.
Bir ayol yozyapti, qovurg'am singandi, 3 kun 3 mahal 2 soatdan qo'ydim. Qovurg'am bitta boshladi. Bilasizlar, qovurg'alar masbada sinib qolsa, o'tgan nima gips qo'ya olmaydi. Yana bir ayol yozyapti, osteoxondrozda 11 osh qoshiq suvga 1 osh qoshiq tuz solib 3 kun 4 kungacha tuzli bog'lam qo'ydim va kasallarim yengillashdi va davom ettiryapman. Mana yana bir aytyaptiki, karamga oz asal bilan, toza asal bilan bog'lam qildim, har qanday suyak bo'g'imlarni davolaydi. Demak, orqa umurtqalarga ham, bo'g'imlarga ham bu narsani oldindan eshitgansizlar. Karamga ichiga karamni yumshatib turib avval qaynoq suvda uni ichiga yupqa qilib toza asalni surib, shuni bog'lasa juda ham ta'siri zo'r. Buni men juda ham ko'p eshitganman. Bir odam cho'milganda daryoda singan shisha natijasida uni chuqur yara paydo bo'lgan. Doktorlar uni tuzata olmagan. Mana shuni tuzli bog'lam, bir vrach tuzli bog'lam qo'ygandan keyin 4 soatdan keyin yara tozalangan. Uni vrachlar qum daryoda bo'lgancha qumlardan tozalamagan deydi. Tuzli bog'lam 4 soatdan keyin u ayol oching yarani ko'raylik degan. Ochsa, haqiqatdan ham yara oppoq tekis bo'lib, ichidagi barcha qumlarni tuz sug'urib olgan ekan, tozalangan ekan. Va shuni 3 kun yana davom ettirib, 2 mahal almashtirib, mana shu yerdan forig' bo'lgan ekan. Masalan, panaritsa nimaligini bilasiz? Barmoqlarda mana shu tirnoq atrofiga yiring to'planishi. Mana shunda panaritsa deydi. 100% tuzaladi. Albatta tuzli bog'lam qo'yish kerak. Faqat 8 qavat qilib, demak, haligi nima deydi, suyuqlikni to'g'ri tayyorlab, haligini qo'yib, har 2 soatda almashtirib tursa, hech qachon salofan ustiga qo'ymang. Unda bo'lmaydi. Gigroskopik bo'lishi kerak, ya'ni havo o'tib turishi kerak. Salofan yopsangiz havo o'tkazmaydi. Bir chillab ketadi o'sha joyi yumshoq. Tuz tanani ichidagi zahar sug'urib olishim usti bek bo'lishi kerak emas ekan tuzli bog'larni. Yana bir yozyapti. Qo'limda jiravik bordi. Yog'li jiravik nimaligini bilasizlar? Yog' to'qima. Bunda qilsangiz qimirlaydi. Ana shuni qo'yish natijasida tuzatdim. Menda bo'qoq bor edi. Zob dedi, uzlavoy zob, ya'ni tugunchali bo'qoq. Mana shunga bir hafta qo'ydim. Kechda bor edi deydi. Qarang, eshitgunlik-ku juda ko'pchilikda bo'ladi. Mana shu oddiy tuzli bog'lam, ya'ni 9% bog'lam, yana qaytaraman. Yarim litrga 45 gram, 1 litr qaynoq suvga 90 gram qo'y. Bo'lmasa 1 stakan 250 gramga 2 choy qoshiq to'la qilib 2 choy qoshiq solsa, mana shu 9% paydo bo'ladi. Demak, mana shu sohaga 8 qavat qilib, ustini keyin eng ustidan yana dokamni mana shu tayyor tursin. Va yana ustidan xohlagan narsa qiling, kuni suv bo'lsa kerak emas. O'zi shu yerda qurisa zaharni sug'urib oladi. 2 soatdan keyin yana qo'ying. Demak, bir kunda 2-3 marta qilib, bir haftada tuzaldi deyapti. Qarang. Demak, bo'qoqni, demak, tugunli qilib. Nasmurk, ya'ni burundan suv kelishi. Ana shu rasmol tayyorlab, tuzli tampon qilib burunga tiqsang tuzalar ekan. Grippda tomoqni tuz bilan albatta chayaman, har doim. Birpasda bosiladi deydi. Bizlarniki ko'pincha ayollar erinadi, mana shuni qilsa natijasini ko'radi. Birorta joyimda yara chiqsa, tuzli bog'larni krepki qilib qo'yaman deydi. Endi krepki degani o'tkir qilib degani. Menimcha undan ko'ra mana shu aytgan 9%lisi yaxshi. Quloqlarda masalan ichida yara bo'lsa, kuniga 5-6 marta tuzli nima deydi, turunda tuzli paxtani tiqaman dedi. Tez almashtirib turaman degani endi. Endi Shegulov aytgan, har 2 soatda almashtir, bo'lmasa tuz tanadan sug'urib olgan toksinlarni yana qayta tanaga beradi. Yana bir aytyaptiki, yiliga 2 marta buyrak va jigarimga tuzli bog'lam qo'yaman. Analizlarim yaxshi chiqadi. Jigarimda AST-altin analizlari normal chiqadi. Keyin тазобедренный sustav deydi. Son bo'g'imiga. O'yin og'rigan. Keyin mana shunga o'rgandim va og'riqlardan forig' bo'ldim deyapti o'rtoqlar, foydalaninglar. Demak, yana qaytaraman. 9
qoshiq, beraman bunaqa qilini ham quvvatli odamlar. 9 qoshiq suv, o'ziz birinchi osh qoshiq bo'lishi kerak, burungi qoshiq o'rtali. Hozir har xil chiqib ketgan razmer. O'rtachasini olib, demak 9 qoshiq suv solsangiz, 1 qoshiq tuz solasiz. Ana shunda 9% bo'ladi. Tushunasizmi? 9 qoshiq suv, qaynoq suv soling, 9 qoshiq, 1 qoshiq bilan tuz. Ana shuni eritdingda, ana shuni o'zini ozgina qilmoqchi bo'lsangiz, lattaga matam o'g'imiz o'tib zorida. Matoga 8 qavatli matoga shu narsani shundirib olasiz, sirazni qo'yasiz. Ustini bog'lab qo'yasiz bit bilan. Salfan yana qaytaraman mumkin emas. Endi bir erkak yozyaptiki, mana shu sohamda, nima deydi, tirsak sohamda bursit degan kasallik bor. Mana shunga juda ko'p marta dorilar ichdim, foyda bermadi. Faqat tuzli bog'lam bilan davolandim. Quloq og'rida tuzni stolga qizdirib, to'rvaga solib, chidaydigan darajada suv bo'lgandan keyin, yana quloqni shuning ustiga qo'yib yotsa ham o'sha tuz ham zahari sug'urib olar ekan, shamollashib. Oyog'im yiringladi, o'zidan o'zi. Qarasa yiring suyakkacha boryapti. Bor yo'q 2 kunning o'zida shu bog'lamni 2 martadan 4 marta qo'yganimda yiringdan forig' bo'ldi. Yelka sohasida juda ko'p odamlar shikoyat qiladi. Yelka sohasidagi og'riq o'rtoqlar, mashqlarni men sizlarga aytdim. Hech qanaqa dori ichmayman. Menga keyinchalik o'sha mashqlarda nima deydi, qisqarish hisobiga, atrofiy hisobiga og'riq bo'lar ekan. Noto'g'ri uzoq yotib qolsang. Shuning uchun yelka og'rig'ida ham 4 oy og'rib yurdi. Vrach operatsiya qilaman endi, og'rib qolmayapti dedi. Lekin tuzli bog'lamni 3 kun qo'ydim, tuzaldim. Yana qaytaraman. Yelkada og'riqda, tirsakda og'riqda, yana tizza, son hamma sohangda bo'g'imlarda og'riqda demak qo'ydim. Hammada har xil ta'sir qiladi. Kuni ham o'shanga bog'liq. Lekin masalan 3 marta qo'ygan tuzalsa to'xtatib qo'ymang. Yana davom ettiring, yana 3 kun qo'shimcha. Demak, har 2 soatda almashtirsangiz, issiqni qo'yib tursangiz, suv tayyorga suv solib qo'ysa qayta isiting. Haligini o'zi shu yerda suv bo'lsa, shu yerni o'rab qo'ying. O'zi shu yerda quriydi. Demak, qurigani shu yerda zahrini olgani bo'ladi. Podagrada ham juda ham yaxshi foyda berdi menga, deydi. Yana bir sistitda zo'r. Ya'ni qovuq sohasiga 3 marta qo'ydim, sistitdan xalos bo'ldim. Endi 3 martada to'g'ri og'riq qilib qolishi mumkin-da. U yalg'lanishni sug'urib olmaydi. Demak, bir kunda 2 marta, 3 marta qo'ysangiz, bir hafta qo'ying sistitda. Ana shunda forig' bo'lasiz. Dengiz tuzida tishimni, milkimni, gemoroyni, tizzamni dengiz tuzida vanna qilib 15 minut o'tiraman deb. Qarang. Qayerenda demak, eng zo'ri tuzlarning ichida dengiz morskaya sol deydi. Bo'lmasa bu oddiy bizning tuz bo'lmaydi. Masalan, rossiyskiy tuzlarni katta-kattasini toping-da. Mana shu aytayotganlarim toza tuz bo'lishi kerak. Burun katta kalla tuzlar bo'lar, kalladek tuzlar. Nima deydi, katta. Unaqa narsalar yo'q hozir. Shuning uchun toza tuzni topib turib qilasizlar. Qarang, tishimni tuzli suv bilan chayaman, milkimni, hatto gemoroyga vanna qilaman, tiz og'rig'imga vanna qilaman deydi. Va 15 minut o'tiraman. Va hammasidan forig' bo'laman. Yiliga 2 marta buyrak va jigarimga tuzli bog'lam qilaman. Analizlarim yaxshi bo'yatdim. Endi fransuzlar nima qilar ekan deng? Fransuzlar haqida bir o'qib qoldim bir joyda, aniqini. Fransuzda yiringli yaralarga buni men qo'yib ko'rmadim. Sahrli pudra bor, pishiruvlansa, shirinlik ustiga sepadigan. Ana shuni sepib davolagan ekan. Fransuzlar 20 yil burungi narsa bu. 20 yil burun eshitdim. Hozir shuni fransuzlar qiladimi yo'q bilmayman. Fransuz xalqini bilasiz. Demak, yiringli yaralarga, bizda ham yaralar kesilgan joylarga sep chidolmaysan, lekin atrofiga sepib qo'ydi. Atrofi sug'urib oladi zahrini. O'zi kesilgan joyga burun bularimiz tuz sepinglar darrov. Bu bejizga emas ekan. Mana tuz nimaga qodir ekan. Umurtqa orqa grijasida 40 minutdan vanna qilsa tuzalar ekan. Suv faqat 9% bo'lsin. Endi masalan umurtqani o'zini shu yotmoqchi bo'lsa ham vannaga kamda 200 litrli vannani 100 litriga qilsangiz,
ana 100 litrga qancha tuz solishini o'zingiz bilasiz. Ana shu 100 litrga tuzni normal sol 9% hosil qilib turib shunda yotsa 40 kun qo'yib birijidan tuzalibdi. Albatta tanamizda juda ko'p joylarda limfa uzil bor. Limfa uzillar nimaligini bilasizlar? Limfa suyuqligi organizmni toksinlarni olib chiqib ketadi. Limfa suyuqligini demak doim normal aylanib turish kerak. Shuning uchun ham men sizga aytganman, limfa va qon suyuqliklari normal aylanishi uchun albatta nima deydi? Suv normada ichish kerak. Boris Bolotov degan vrach bor. Bilasizlar, bular ota-bola juda katta ishlarni qilgan, juda katta taniqli doktorlardan. Uning fikricha aytadiki, avvalambor har bitta kasalni qayerdan kelib chiqqanligini o'rganish kerak edi, kasallikni. Endi xo'sh, odam maymundan kelib chiqqan degan so'z noto'g'ri deyapti. Albatta noto'g'ri. Biz bilamiz odam qanday paydo bo'lganini, odam qanday paydo bo'lganini hammamiz bilamiz tuproqdan. Endi hattoki shu Boris Bolotov aytayotki, odam maymundan kelib chiqqan degan so'z noto'g'ri. Agar odam maymundan kelib chiqqanda edi, odam boshida soch bo'lmasdi-da, jun bo'lardi deyapti. Jun nimaligini bilasizmi? Shert. Shert, jun shert. Haqiqatan ko'ring, maymunlarning boshida soch emas, butun tanasi bilan shert qoplangan jun. Ana shundan bilaveringki, deyapti, odam maymundan paydo bo'lgan emas. Buni avvaldan ham har kim biladi. Endi kecha bir odam iltimos qildi, to'g'ri nafasni bir marta yana qaytaring. Bugun ham ertalab yana telefon qilib aytishdi. Mayli endi qaytardim deb aytib charchadim, lekin men shuni yana bir marta qaytarib bermoqchiman. Chunki mana shuni o'zi to'g'ri nafas o'zida necha xil kasal davolashini bildim. Hamma kasallik boshida to'g'ri nafas turadi. Sababi to'g'ri nafas olsang, har bitta organlarga ovqat boradi. Ovqat borishi uchun to'g'ri nafas olish kerak. To'g'ri nafas olsangina tomirlar kengayib, hamma ovqat organlarga boradi. Yana qaytaraman, to'g'ri nafas Ridashi dihani deydi. Ivan Vilnius, Neumivaken ikkalovi mana shu haqida ishlagan. Ridashi dihani nima degani? Mana qisqa og'iz orqali nafas olamiz. Mana qisqa. Og'zingizda qolib ketsin havo, o'tmasin. Bungacha saraldimi? 10 sekund ushladi. O'zi odam 1 minutda 16 marta nafas oladi. Agar siz mashina qilib 10 sekunddan mashina qilib nafasni ushlasangiz, demak 1 minutda 16 marta emas, 6-7 marta nafas olamiz. Ana shu bizga foyda. Sababi nafasni ushlaganingizda karbonat angidrid ko'payib, karbonat angidrid ko'paygandagina kapillarlar kengayib, kislorod o'zini tarkibidagi mineral, vitamin va glyukozani organlarga tarqatib tashlaydi. Qarang, sahr kasalda nima uchun qonda siydik, shakar miqdori ko'p turibdi, keta olmayapti, organlarga bera olmayapti. Uning uchun to'g'ri nafas olish kerak ekan. Demak, yana qaytaraman. 0.5 sekund nafas qisqa. 4-5 sekund chiqarish. 10 gacha sanaguncha ushlab turasizlar. Boring 5 gacha sanang. Men 30 gacha ushlab tura olaman. Ana lekin men ushladingizmi? Qo'yaverdingizmi? Ketdi yana. Mashina qilib qarang. Har soatda 10 minut ichida bir 20 marta bajara olsangiz kerak. Har soatda 20 marta shuni qilsangiz, demak kunduzi 5-6 soatda 1 soat shunaqa to'g'ri nafas olasiz. Mana shu to'g'ri nafas olgan taqdiringizdagina demak organlaringizga kislorod yetib boradi. Shuning uchun ham har doim aytaman, har bitta kasallikni boshida to'g'ri nafas,
bir kunda tana og'ligiga qarab 30 ml suv ichish va hokazolar haqida ko'p marta aytganman. Endi mana shu bugungi tuzli bog'lam bo'yicha savollaringiz bo'lsa, menga kommentariyda yozsanglar, men sizlarga nimalar qilish kerakligini va kim qanday qilyapti va mana shu qanday ahvolda ketyapti, hech qanaqa осложнение yo'qmi, shuni menga yetib tursanglar bo'ldi. Men sizlarga kommentariyda javob beraman. Rahmat, sog' bo'linglar. Men aytganlarimni bajaringlar. Xayr, salomat bo'ling.